Mushuk ibrati. Hoji Mazlum degan avliyo kishi bo'lgan Istanbulda. Hidoyatni mushukdan o'rgandim deydi. Bir kun Ayyubada, Istanbulda Ayyub sulton mavzesi bor. Ayyubada ketayotgandim, bir mushuk baliq sotuvchilarni rastasidan bir baliqni og'zida tishlab olib qochdi. Keyin bir uyga kirib ketdi va o'sha zahoti og'zi bo'sh qaytib chiqdi. Orqasidan uyga kirdim. Uy ichida ko'zi ko'r bir kampir: "Ey Robbim, mening yetim nevaralarimning bugungi rizqini mushuk orqali jo'natganing uchun senga hamd bo'lsin", deya duo qilar edi. Uydan chiqdim. Ustozim Usmon Kamoliyani oldiga borib, bu voqeani aytib berdim. Ustozim: "Nima qilib o'tiribsan? Bor, u kampir o'lgunicha uning ehtiyojlarini o'z bo'yningga ol", dedi. Mushuk menga odamiylikni o'rgatgan, deydi Hoji Mazlum keyinroq. 7 yil avval Egey dengizidagi Yunoniston orollariga borgandim. Yunonlar Yunonistondagi mushuklarni yig'ib kelib o'sha orolga tashlab ketishgan. $3000 oylik berib mushuk cho'ponlarni qo'yishgandi. Cho'ponlar o'zbeklar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushuk kimni sevsa, iymon undadir deganlar. Dunyoda azon o'qilmaydigan yagona davlat Yunonistondir. Mushuk sevmaslar. Qur'onga sohib bo'lmoq. Pokistonlik shoir Muhammad Iqbol o'z xotiralarida yozadi. 15 yoshdagi bir o'smir edim. Yarim kechasi Qur'on o'qib o'tirgan edim. Otam yonimga keldi. "O'g'lim, sen naqadar yaxshi farzandsan. Sening tengdoshlaring ko'chalarda bezorlik qilib yuribdi. Ammo sen Allohning kitobini o'qiyapsan", dedi. Men ham ota olim bo'lganidan keyin o'g'il ham unga munosib bo'ladi-da, dedim. Otam: "O'g'lim, Qur'on kimga nozil bo'ldi?" deb so'radi. "Hazillashyapsizmi? Buni 3 yoshli bola ham biladi-ku. Muhammad sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'ldi", dedim. Otam: "Kitobni yop, borib joyingga yot, uxla. Chunki senga nozil bo'lmagan kitobni nima uchun o'qiysan? O'g'lim, Qur'on senga nozil bo'ldi", dedi. O'sha kuni yuragimga bir olov kirdi, deydi Muhammad Iqbol. Har birimiz Allohning yagonasimiz. Qur'onda har birimiz uchun alohida xabarnomalar bor. Xuddi hech kimning barmog'ining uchi hech kimnikiga o'xshamaganidek, Qur'onga sohib bo'lish budir. Shaytonning ish stoli. Ba'zan mendan maslahat so'rashadi. Shu muammolarim bor edi, nima qilsam bo'ladi deb. Ko'p zikr qil desam, bo'ldimi? Shu yetarlimi? Deb hayron qolishadi. Zikr sizga shunchaki munchoqlarni shaq-shaq aylantirishdan iborat emas. U bir mo'min uchun behad ahamiyatli. Metafiziklar ong osti va nafsimizni shaytonning ish stoli deyishadi. Ong ostimiz aslida juda ahmoq bir hududimizdir. Nima desak ishonadi va bo'lishsizlik fe'lini qabul qilmaydi. Masalan, bir bola pechkaga qo'l uzatayotgan bo'lsa, unga qo'lingni tekkazma desak, uning ong osti ma'ni qabul qilmaydi. Tekkizni qabul qiladi. Bir gapni eshitgan paytimiz yoki bir fikrga kelgan zahotimiz ong ostimiz u fikrga uyg'un energiyani o'ziga tortishni boshlaydi. Tortish kuchi sen nimani xohlasang uni tortasan degani emas. Sen kim bo'lsang unga uyg'un narsalarni hayotingga tortasan degani.
Sen atrofingga qanday energiya yig'ayotgan bo'lsang, fikrlaring bilan, tuyg'ularing bilan qanday energiya tarqatayotgan bo'lsang, unga uyg'un energiya hayotingga kirib kela boshlaydi. Boshimizga kelgan hech narsa tasodif emas. Biz o'zgaramiz, o'shanda atrof o'zgaradi. Qanday qilib o'zgaramiz? Zikr bilan. Modomiki ong ostimiz askar kabi tayyor turibdi. Bizga uyg'un bir hayotni hozirlash uchun. Nega unga zikr seli bilan amr bermaymiz? Biz nimani ko'p zikr qilsak, ong ostimiz ham o'sha zahoti uni qabul qilib, u zikrning qabuli uchun energiya tortishga tushadi. Futuhatu Makki asarida Ibn Arabiy hech qanday amal yo'qki, sizni solih inson qilish uchun ichida zikr bo'lmasa. Amallarning eng fazilatlisi zikrdir deydi. Yana Arabiy deydiki, qalbingni Allohning zikriga ko'niktirsang, zikr u qalbga bir nur keltiradi. Bu nur esa qalb ko'zidir. Miyamiz har kuni 60 ming fikr ishlab chiqaradi. Uyquda ham miya ishlashda davom etadi, to'xtamaydi. Uyqudagi fikrlarimiz esa tushlarimizdir. Men kam gapiraman. 60 mingga yetmaydi bir kunlik fikrlarim deyishingiz mumkin. 20 mingmi? Albatta, og'zimizdan chiqadi. Qolganini esa o'z-o'zimiz bilan zehnimizda gapirib chiqarib olamiz. Baribir chiqadi u so'zlar. Og'zimizdan chiqqan so'zlar sehr darajasida energiya yoya boshlaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zda sehr bor, she'rda hikmat bor deganlar. Iso alayhissalom sizni og'zingizdan chiqqanlar kirlatadi deydi. Butun metafiziklar ilmi deydiki, bir kishining immunitetiga hujum qiladigan narsa virus emas, xayolimizdan o'tgan yomon gumonlar, yomon xayollardir. Og'zimizdan chiqqan so'zlardir. Bu so'zlar ta'sirida miyamiz kimyoviy moddalar ishlab chiqarishga tushadi. Tib esa buning ismini nevropeptid deydi. Yaxshi fikrda va doimo zikrda bo'lsak, bu zikr va fikrlardan chiqqan energiya to'lqinlari, ya'ni chastotalar, ma'no olamidagi yashashimiz kerak bo'lgan sahnalarni tayyorlashga tushadi. Kvant fizikasining ikkita qonuni bor. O'xshashlar qonuni va bumerang qonuni. Bizdan chiqqan yomon gumon va badduolar bir energiya to'lqini shaklida bizdan uzoqlashadi va bumerang shaklida o'ziga o'xshagan yana 4-5 ta baloni olib o'zimizga qaytib keladi. Allohning sunnatullohi, koinotning ishlash sistemasi bu. Ongimiz tashqariga ochiqdir. Bemalol unga hamma narsa kira oladi, ammo ko'ngil mahram joydir. Unga hamma ham kira olmaydi va tashqariga yopiqdir. U ko'ngilda jimgina Alloh zikrini takrorlay olamiz. Alloh bir quliga rahmat indiradigan paytda u ko'ngilning ichida kimni ko'rsa, u rahmat unga ham oiddir. Chunki Alloh jo'martdir deydi Muhyiddin Arabiy. Modomiki ko'ngil bir parol. Ong ostimizga nimani gapirsak, uni ijrosiga kirishib ketmoqda. Nega unga zikr amrini bermayapmiz? Energiya tafakkur qilingan joyga qarab oqib turadi. Abdulqodir Jiloniy esa fikrlaringga ehtiyot bo'l. Ular so'zga aylanadi. So'zlaringga ehtiyot bo'l. Ular muomalaga aylanadi. Muomalangga ehtiyot bo'l. Ular ko'nikmaga aylanadi. Ko'nikmalar sening xulq-atvoring, xulq-atvoring esa sening qadaringdir deydi. Mo'min kimdir? Mo'min miyasini nazorat qila olgan, tarbiyalay olgan, ruham sog'lom insondir. Sabr azobi. Bir necha yillar avval Sabr azobi nomli maqola yozgandim. U dunyoda qabr azobi bo'lsa, bu dunyoda sabr azobi bor degan ekanman. Qabr azobidan qo'rqqanim kabi sabr azobidan ham qo'rqar edim. Ammo endi u qo'rqish yo'q. Chunki hayot 40 dan keyin emas,
farqdan keyin boshlanadi. Sabrning nima ekanligini farqiga borgan kunimdan boshlab hayotim o'zgardi. Ba'zilar boshingga bir musibat tushsa, chida deyishadi. Chunki hammamiz sabrni chidash deb o'ylaymiz. Ammo unday emas. Sabr chidash degani emas. Nimaga chidaymiz unda? Alloh bizga zulm qildimi? Chidayapman deymiz. Sabr rozi bo'lish, taslim bo'lish deganidir. Boshimizga kelgan baloga qahring xush, mehring ham xush deganidir. Allohda zolimlik sifati yo'q. Bizga nima berayotgan bo'lsa, adolatidan bermoqda. Biz qul bo'la olmayapmiz. Inson qul bo'lmaguncha ozod ham bo'lmaydi. Allohga haqiqiy qul bo'lgan kunimiz ozod bo'lamiz. Bizga berilgan musibatni yashirishga buyurilganmiz. Ammo biz o'sha zahoti Facebookni ochib, 40-50 ming kishi bilan baham ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mu'minning musibati arshning xazinasidir deganlar. Siz arshning xazinasini kimlar bilan bo'lishmoqdasiz? Yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dardlaringizni yashirib sir saqlash yo'li bilan Allohdan yordam so'rang yoki boshqa bir hadisda musulmonning sevinchi yuzida, huzuni qalbida ko'milgan bo'ladi deydilar. Musibatlaringizni yashirishni boshlash bilan namozlaringizga maza, ta'm kira boshlaydi. Sinab ko'ring, keyin menga tashakkur aytasiz. Bizga doim Odam alayhissalomni jannatdan quvilgan deya anglatishadi. Odam alayhissalom muborak bir payg'ambardir. U jannatdan quvilmadi. U yerga indirildi. Bir inmoq yuz bersinki, yangidan ko'tarilish bo'lsin. Mo'minlar takroran merojini yashasin. Ba'zan gunohlar ham lozimdir. Gunohkor bo'lmagan inson o'zida viqor ko'ra boshlaydi. Men deyishga tushadi. Insonga og'ir kelmaydigan yagona narsa Alloh sevgisidir. Alloh sevgisi bo'lmasa, zotan inson bir mas'uliyatni bo'yniga ola olmaydi. Odamda nur, shaytonda nar, olov bor edi. Ikkisi ham olov, bir yoquvchi otash, ikkinchisi ishq otashi. Tasavvuf ahli deydiki, ey odam, senga omonat taklif qilingan yo'q-ku. Nega qabul qilmoqdasan deya so'rashganida, chunki men yonganman. Yongan kishining yagona ishi qabul qilmoqdir. Shuning uchun omonatni qabul qildim dedi. Inson balo va musibatlar ichida yonmaguncha unda qabul qilish, taslim bo'lish zavqi hosil bo'lmaydi. Rizvon rozi bo'lganlarning eng ulug'i demak. Rozi bo'lganlargagina rizvon beriladi. Yashayotgan musibatlarimiz yashashimiz kerak bo'lgani uchun bizga beriladi. Inson miyasi koinotning kichraytirilgan mikro shaklidir. Quyosh bugun osmonga chiqmayman deydimi? Oy bugun kechani yoritmayman deydimi? Yo'q. O'z ishini taslimiyat bilan bajaradi. Biz ham shikoyatdan voz kechishimiz kerak. Inson dardi qadar buyukdir deydi Shayx Adavali. Murra al-Hamadoniyning peshonasi ko'p sajda qilgani uchun yara bo'lib qolgandi. Bizning yaralarimiz esa haliyam tizzalarimizda qolib ketdi. Peshonamizga chiqara olmadik. Oltin juda hurkakdir deydi Ibn Arabiy. Arabiyga muxolif oxirat hurkakdir. Oxiratni o'ylasamgina qo'rqaman. Xayollarim bilan uni hurkitib yubormay deya. So'nggi so'zni Bishr Xofiy hazratlari aytsin. Huzun qalbdagi podshoh kabidir. Bir qalbga o'tirib oldimi, u taxtda o'zidan boshqa hamma narsani quvib chiqaradi. Ilm olimlarning shaytonidir. Ilm olimlarning shaytonidir deydi Abdulqodir Jiloniy. Menga o'quvchilardan 2 kishi Marziya Saydamning yozganlari insonlarga qo'rquv va tushkun kayfiyat beradi deya yozibdi. Qo'rqib bezovta bo'lishni istamagan qo'shiq eshitsin. Men esa qo'shiq ayta olmayman. Odobim bunga izn bermaydi. Haqning qalbda topilishi faqatgina odobli kishilar uchundir. Bu eshik odobsizlarcha yopiqdir.
deydi Ibn Arabiy. Qo'rquv aslida yaxshi narsa. Marziya ham bir zamonlar qo'rqar edi. Endi esa qo'rquv yo'q. Hayvonlar gastrit bo'lmaydi, chunki ular xavf kelganda qo'rqib, xavf ketishi bilan u qo'rquvni unutadilar. Hayvonlarning miyasi yaratuvchi tomonidan shunday programma qilingan. Ammo biz ham qo'rqmasak, xavfni qanday taniymiz? Qanday tadbir olamiz? Allohim qo'rqaman desakkina dushmandan saqlanish yo'li ko'rsatiladi. Muso alayhissalomga Fir'avnni oldiga bor deyilganida Allohim qo'rqaman degandi. Muso alayhissalom muqaddas ilmni olovdan eshitdi va undan ta'lim oldi. Bizning bu dunyomiz ham bir olovdir. Inson koinotning ichida kichik bir olam va uning ham ichida bir olov, energiya bor. Siz u olovning ovozini eshita boshladingiz. Shuning uchun qo'rqmoqdasiz. Fyodor Dostoyevskiyning bir gapi bor. Yo xatolaring bilan yuzlashasan, yoki xatolaring bilan yuzsizlashasan degan. U tarbiyasiz olimlar xatolari bilan yuzsizlashib ketganlardir. Ilm ularning shaytoniga aylangan. Biz esa o'z xatolarimiz bilan yuzlashaylik. Oxirat insonini topish, tanish qiyindir aslida. Dinni, odobni klaviatura shayxlaridan o'rganmaylik. Imom G'azzoliy bizga ularni shunday tanitadi. Oxirat insoni o'zini unuttiradi. Dunyo insoni o'zini tanittiradi. Jonli efirlar bilan o'zlarini artist kabi tanittirmoqda. Nimaga yaqinlashsam oxiri uzoqlik va siniqlik. Angladimki, yo'q Allohdan boshqasiga yaqinlik. Kimga yaqinlik qilishimizni o'rgatgan bu misra Najib Fozilniki edi. Ilm o'limdan og'ir. Ilm qarshisida sabr og'ir. Sabr qarshisida esa o'lim og'ir. Ismoil alayhissalom o'lim qarshisiga sabrni qo'ydi. Muso alayhissalom esa ilm qarshisiga sabrni qo'ya olmadi. Xizr alayhissalomga isyon qildi. Ismoil alayhissalomning o'lim qarshisidagi sabrini Muso alayhissalom ilm qarshisiga qo'ya olmagan. Ilm shuning uchun ham o'limdan og'ir. Ilm shuning uchun ham ba'zi olimlarning shaytoniga aylangan. Insonlar bilmagan narsalariga nisbatan sabr qila olmaydi. Sizga qo'rqing va sabrli bo'ling deya olaman xolos. 360 nafar qizni sotib oldim. Bir necha yildir insonlarga yaxshilik qilishdan qo'rqib qolgandim. Chunki kimga yaxshilik qilsam, yelkamdan pichoq yedim. Ammo gunoh yaxshilik ko'rganlarda emas, menda ekan. Yaxshilik qilgan insonimga haddan tashqari yaqinlik bog'ini qurmasligim kerak edi. Ular o'zlarining kirli va yolg'onchi tabiatida yashadi va hamon yashamoqda. Men to'xtashni bilishim kerak edi. Bir narsaning haddan tashqari uzoq ekanligi ko'rishimizga to'siq bo'lganidek, haddan tashqari yaqinlik ham to'siq va pardadir. Vahshiy hayvonlar tuzoq bilan, yaxshi insonlar yaxshilik bilan ovlanadi deb o'ylardim. Chunki doim ovlandim. Bu fikrimda hali ham sobitman. Ammo yaqinlik qurmaslikda, masofa saqlashda fikrim o'zgardi. Inson fitrati tabiatidan qocha olmaydi. Shunday insonlar borki, yaratilish sababi yaxshilik qilishdan iboratdir. Yaxshilikdan ayro tushsa, kasal bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, o'ladi. Ibn Arabiyning Futuhoti Makkiya 10-jild 127-sahifasida qalbimiz qayerda degan bir bo'lim bor. Unda yozilishicha, Iso alayhissalom kishining moli qayerda bo'lsa, qalbi ham o'sha yerdadir. Molingiz osmonda bo'lsinki, qalbingiz ham u yerga chiqsin degan. Buning ma'nosi sadaqa bering demakdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham
Sadaqa beruvchining sadaqasi ilk Rahmonning hovuchiga tushadi. Qulning moli qayerda bo'lsa, qalbi ham u yerda bo'ladi. Qalbingiz Rahmonning hovuchida bo'lsin deydilar. Bu kirli va fasod to'la dunyoni yashamoq holiga keltirgan narsa ham shu yaxshilikdir. Ammo biz yaxshilikni faqat pul deb o'ylamaylik. Tili, dini, rangi qanday bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilar yaxshidir, deydi Hoji Bektoshvali. Bir-birimizni yaxshi ko'ra olishimiz shunchalar buyuk kuchki, Jorj Orwellning 1984 nomli romanidan eng go'zal jumlani keltirmoqchiman. Sevgidan qo'rqishadi, chunki nazorat qila olmaydigan bir dunyoning yiqitib bo'lmaydigan kuchi sevgidir. Bu romanni bir necha davlatda, jumladan Xitoyda sotilishi va o'qilishi taqiqlangan. To'g'ri, yaxshi insonlar yaxshilik va sevgi bilan ovlanib kelgan. Ammo dunyoni, jamiyatlarni halokat va tanazzuldan qutqaradigan narsa ham yaxshilikda. Har davrada yaxshilar albatta topilgan. Bilamizki, johiliyat davrida arablarning qiz bolalarini tiriklay yerga ko'mish odati bo'lgan. Ammo o'sha paytda ham bu vahshatga moli, joni, so'zi bilan qarshi chiqqanlar topilgan. Sa'sa ibn Najiya al-Mujashi o'z qavmi Bani Tamimdan yuzlarcha qizlarni fidya evaziga qutqargan edi. Bu rivoyat Tabaroniyda keltirilgan. Sa'sadan shunday rivoyat qilingan: Ey Allohning rasuli, men johiliya davrida ba'zi ishlarni qilgan edim. U ishlarim uchun ajr va savob olamanmi? Tiriklayin yerga ko'miladigan qizlarni qidirib topar edim va har biri uchun 2 tadan homilali qizil tuya evaziga u qizlarni sotib olar edim. Men 360 nafar qizni sotib oldim, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ularning ajri sifatida seni Alloh taolo islom ne'mati bilan siyladi, dedilar. O'sha paytdagi bitta qizil tuya bizning davrimizdagi bitta qizil Mercedes deganidir. Sevgining o'rnagi bo'lgan Zulayho bir majusi edi. Ilohi yo'q edi. Ammo Yusuf alayhissalomni sevdi. Bu sevgi qarshisida Zulayhoga Alloh taolo iymon nasib etdi. Har kun qizlarimga bir masal o'qir edim. Bugun qarshimga chiqqan masal ham yaxshilik haqida edi. Bir otliq cho'lda ketayotgan edi. Oldidan suvsizlikdan o'layotgan bir kishi chiqdi. Unga suv berdi. Suvni ichib jon kirgan kishi otdagi kishiga hujum qilib, otini tortib oldi va qochdi. Orqasidan otliq: "Otimga roziman. Ammo mening senga qilgan yaxshiligimni hech kimga aytma, yo'qsa insonlar bir-biriga yaxshilik qilmay qo'yadi", deya baqirdi. Ha, yaxshilik bilan ovlanganlar tarixda ham bo'lgan va bu mavzuda ham yolg'iz emas ekanmiz. Chirildoq, jimlikni qilmagin betob. Shoir Aziz Saidning bir misrasi bor. Chirildoq, jimlikni qilmagin betob degan. Shoir uchun bu bir betoblikdir, ammo tafakkur qilganlar uchun chigiritka va uning sukunatni buzishi bir ilmdir. Aslida Allohning buyukligi, ulug'ligi va betakrorligini ko'rishimiz uchun shunchalik ko'p oyat borki, ulardan bir donasi ana shu chirildoqdir. Shunchaki bir chirildoq dedik, ammo uning oddiygina bir chigiritka emasligi haqida tafakkur qilmoqdaman. Chirildoqlarning chirillashiga qarab havoning bosimi va issiqlik darajasini o'lchash mumkin. Chirildoqning sayrashidan havo bosimi darajasini qanday chiqaramiz? 14 soniya davomida chirillash sonini sanaymiz va bu sanagan sonimizga 40 ni qo'shamiz. Masalan, u 30 marta chirillaydi. Unga 40 ni qo'shamiz, teng 70. Bu Fahrenheit o'lchovi. Standart havo bosimi demakdir.
Demak, 70 Fahrenheit. Issiqlik darajasini o'lchamoqchi bo'lsangiz, 25 soniya davomida chirillash sonini sanang. Uni 3 ga bo'ling va to'rini qo'shing. Masalan, 48 marta sayradi. Uni 3 ga bo'lamiz va unga to'rini qo'shsak 20 gradus. Yomg'ir yog'ar ekan, chirildoqlar sayramaydi. Shuning uchun yomg'irda issiqlikni o'lchay olmaymiz. Bunga manba Amerikadagi bog'dorchilik, baliqchilik va fermerlik kabi kasb egalariga ob-havoni har daqiqada bildirib turadigan taqvim. Chigirtka betob qilayotgan jimlik, sukunat ham bizga nimadir o'rgatadi. Undan hikmat olamiz. Yeganday bo'ldim. Istanbulning Fotih rayonidagi Zeyrek ko'chasida bir masjid bor. Masjidning nomi Yeganday bo'ldim. Usmonli davrida Kechichi Zoda Xayriddin afandi ismli faqir kishi bor edi. Podshohlarning masjid qurganlarini ko'rib havas qilar va u ham masjid qurishni orzu qilardi. Tanishlari unga qaysi pulingga masjid qurasan? Bu fikringdan voz kech derdi. Ammo u bir yo'lini topdi. Qachon nafsi biror narsa tusab qolsa, yeganday bo'ldim der va uning pulini bir joyga saqlab qo'ya boshladi. 20 yil davomida pul yig'di va orzusidagi masjidni qurdi. Masjidga Yeganday bo'ldim ismini berdi. Birinchi jahon urushi davrida Fotihning O'nkapani hududida katta yong'in chiqib, u masjid zarar ko'rgan edi. 1959-yilda esa mahalla ahli Yeganday bo'ldim masjidini qayta ta'mir qilishgan. Masjid atiga 100 metr kvadratdan iborat. 200 kishi sig'adi xolos. Masjidning bittagina minorasi, kattagina ibrati bor. Ba'zan mendan tanishlarim hayotdan zavq ola olmayapman, yashash quvonchim yo'q deb qolishadi. Men ularga sadaqa qil, ko'rasan, hayotingga maza, ta'm kiradi desam, cho'ntagimda bir tiyinim yo'q-u, qayerdan beraman deydi. Berish faqat cho'ntakdan bo'ladi desak, yanglish fikrdamiz. Berish avvalo nafsdan, ko'ngildan, yurakdan bo'ladi. Berishning indeksi faqatgina pul emas. Yevropada insonlar o'z-o'zlarini o'ldirishlari sababi berishni bilmaganliklaridadir. Hamma narsaning mo'lligi, borliligi, hech qiyinchilik ko'rmaslik, ehtiyojsizlik insonni to'yimsiz qilib qo'yadi. Inson hech to'ymaydi. To'ymaslikning oxiri esa o'limdir. 1939-yil 27-noyabr kuni Turkiyaning Arzinjon shahrida 7.8 ballik zilzila bo'lgan edi. Bu zilzilada 32.962 kishi o'lib ketgan deyishadi. Arzinjon xaritadan o'chib ketgan edi. Shoir Nozim Hikmat mahbus edi. Qamoqxonada yozgan bir she'rida Arzinjon uchun cho'ntagimdan beradigan hech vaqom yo'q. Yuragimdan beraman deb yozgan edi. Sadaqa u edi, yurakdan berish. 200 yil yashashning siri. Nega toshbaqalar 200 yil yashashadi? Taslim bo'lgani uchun. Faqatgina o'z yo'lida yuradi. Hech qayerga shoshmaydi. Ohista yuradi va ehtirosi yo'q. Shuning uchun ehtirosi bo'lmaganning vaqtida ham baraka bordir. Hirs va harislik har narsani toraytiradi. Vaqtni ham, yurakni ham. Avliyolar deydiki, hirs hasrat sababchisidir. Hirs insonni zanglatadi. Inson ham hirsga berilsa zanglaydi. Hamma narsaning hirsi bor. Pul, shon-shuhrat, xotin, mansab, do'stning hirsi. Nafs inson hirslari o'rab qo'yilgan bir tugundir. Sen qanday qaror qilsang qil, tepada boshqa bir qaror bor. Shuning uchun taslim bo'l va huzur top.
Taslim bo'lmagan xotirjam ham bo'la olmaydi. Sokin bo'la olmaydi. Sokin bo'lmaganlar esa huzur topmaydi. Topganida toshbaqa emas, inson 200 yil yashagan bo'lar edi. Sening onang menikidan yaxshiroqmi? Nazarimda ona haqidagi xotiralarning eng go'zali va avvali bo'lsa kerak. Bunday xotiralardan ta'sirlangan Usmon Nosir ham sening onang menikidan yaxshiroqmi deb yozgan edi. Ammo bugungi kun bolalari ana shu go'zal xotiralardan mosuvo bo'layotgandek. Ular ertaga nimani xotiralashar ekan? Onasini ertadan kechgacha bozordan kelmasliginimi yoki ko'p qavatli uylar yonida yig'ilishib olib g'iybatdan bo'shamasliginimi? Yoki bo'lmasa tirikchilik vaji bilan o'zga yurtlarda oylab, yillar qolib ketishinimi? Bolaga ta'limni hamma berishi mumkin, lekin tarbiyani onadan boshqa hech kim bera olmasa kerak. 90-yillarning boshlarida qiz bolaning ilm olib maktab ko'rishi shart emas degan g'ayrioddiy bir qarashga guvoh bo'lgan edim. Bunday fikrdagilar hozir ham yo'q emas. Ba'zan faqatgina 2-4-sinf ma'lumotiga ega qizlar ham uchrab turadi. Bugungi taraqqiyot shiddati qarshisida bu juda achinarli holat albatta. Vaholanki biz o'qishi shart emas degan qizlar ertaga millatga ona bo'lgusi. Bundan 100 yillar muqaddam Mahmud Xo'ja Behbudiy hazratlari taraqqiy etgan millatlarni onalari o'qitur ekan, biz avval onalarimizni o'qitib, alarga til o'rgatmog'imiz kerak. Chunki bizning ilmsizligimiz va tilsizligimiz alardandir deya bong urgan. Bu bong hanuzgacha o'z jarangida qolmoqda. Millatimizning yetuk namoyandalari hayotiga nazar tashlasak, ularni aynan onalari ilmli qilib tarbiyaganliklarini ko'ramiz. Chunonchi Muqumiy onasi Oysha bibidan, Munavvar qori onasi Xosiyat otindan, Fitrat onasi Bibijondan, Ishoqjon Ibrat onasi Xur bibidan tarbiya va ilk ilm sirlarini o'rganishgan. Darvoqe, millatimiz onalari bu fe'lni kimdan o'rganishgan? Albatta, salaflarning farzand tarbiyasidagi namunalaridan. Bunga tarix guvoh. Zubayr ibn Avvomning ilk ustozi onasi Safiya binti Abdul Muttalib roziyallohu anhu edilar. Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuning tarbiyalari ortida Fatima binti Asad, so'ng esa mo'minlar onasi Xadija binti Huvaylid bor edi. Muaviya ibn Abu Sufyonning ustozi onasi Hind binti Utba bo'lib, unga Muaviya ulg'aysa qavmiga sayyid bo'ladi deyilganda Hind faqatgina o'z qavmiga sayyid bo'lsa, bu bolaning boridan yo'g'i yaxshi. Bu bola dunyoning sayyidi bo'lishi kerak degan edi. Umar ibn Abdul Azizning ortida onasi Ummu Osim bo'lsa, fiqh dengizi Muhammad ibn Idris Shofiy emizikli paytlaridayoq otalari vafot etib, onalari qo'lida qolgan edilar. Amirul Mo'minin Abdurrahmon Nosir bir urushda 70 qo'rg'onni fath etib, fransiyaliklar, shvetsiyaliklar qalbida nomlari abadiy saqlanib qolgan edi. Ul zotni yetim holda o'stirgan yolg'izgina onasi bo'lgan. Abdulla Avloniy tarbiyani kimlar qilur, qayda qilinur degan savolga birinchi uy tarbiyasi, bu ish ona vazifasidir deya javob bergan edi. O'tmishda onalarimiz farzand tarbiyasiga millat tarbiyasi deya qaragan bir mahalda, biz hozirda taqlid qilayotgan Yevropaning ahvoli shu darajada achinarli ediki, 9-12 asrlarda G'arbning 95% aholisi o'qish, yozishni mutlaqo bilmas edi. Yevropa podshohlari, amaldorlari ham savodsiz bo'lgan. Mashhur podshoh Buyuk Karl qarilik chog'ida o'qish, yozishni o'rganganligi hammaga ham ma'lum. Monastirlardagi rohiblar va diniy xodimlar qo'llariga qalam tutishni ham bilmas edilar.
Bu bizning emas, bir yevropalik olimning e'tirofi albatta. Lekin johiliyat botqog'iga botgan ana shu Yevropaning bugungi kunga kelib erishgan muvaffaqiyati faqat va faqat ilm o'rganish va ko'p kitob o'qish bilan bo'ldi. Modomiki bugun qizlarimiz o'qimas yoki ilm olmas ekan, ayollarimiz farzand tarbiyasiga ikkilamchi vazifa sifatida qarasak yoki bu ishni boshqalarga topshirib mas'uliyatsizlik ko'rsatar ekan, millatimiz purazob daraxtga giriftor bo'lishi turgan gap. Bola onadan tarbiya olmas ekan, uni hech bir muallim yo'lga sola olmaydi. Bizga bugun yer yuzining istalgan burchagida Usmon Nosir misrasini baralla ayttira oladigan ma'naviy haq darkor. Maktub mahbuslikdagi insonga yuborilgan. Assalomu alaykum. Sizga yozadiganlarim biroz g'ayritabiiy va erish tuyulajak. Bu uchun uzr so'rayman. Albatta. Chunki boshqacha yoza olmayman. Boshqacha bo'lishga iymonim va axloqim izn bermaydi. Mahbuslik payg'ambarlardan qolgan bir sunnatdir. Ne Yusuflar zindonda o'tirdi. Mahbuslik tafakkurning hijratidir. Bu hijrat farz bo'lganida amanna va sadaqna deya bilmakning ismi sabr. Ba'zilar sabr bu chidamoqdir deydi, ammo bu yanglish. Sabr bosh egib taslim bo'lmoq. Agar chidash kerak desak, Allohga sen menga zulm qilding, men chidamoqdaman degan bo'lamiz. Siz mahbuslikda qolish davomida ba'zi bilimlardan ayro tushgandirsiz balki. Zotan bilim o'zini dolzarblashtirmasa bir la'natga aylanajak. Robbim sizni bu la'natdan qutqarmishi ehtimol. Yoki zamonaviy vabo kasalligi bo'lgan menlikdan, xudparastlikdan qutqarildingiz. Chunki sotsial olamda bugun har bir mavzu yaratuvchining ismi assalom bilan emas, men bilan boshlanmoqda. Yaxshiyam ozodlikda emassiz va bu vabodan yuqumsizsiz. Sulton Valad otasi Mavlonoga xilvatga kirishni xohlayman deganida, bizning yo'limizda xilvat yo'q. Xilvatimiz johillardan qiladigan aziyatlarga sabr qilishdir degan edi. Siz xilvatdasiz. Musibatlar aslida bir go'zallikdir. Sevgili tarafidan taqdim qilinmish lutf. Bir oshpaz ham hatto no'xatni qaynatar ekan pishgunicha boshiga urib qozonni ostiga cho'ktiradi. Bir kuni Yusuf alayhissalom oynaga boqib, shu qadar go'zalmanki, agar bir qul bo'lsam, kimning ham kuchi va puli yetar edi meni sotib olishga dedi. Oqibatda u akalari tarafidan 20 dirhamga sotib yuborildi. Ba'zan musibatlarning bulog'i o'zimizdan chiqadi. Sababi udirki Rob. Robning ma'nosi tarbiya qiluvchi degani. Agar biz o'zimizni islom bilan bezamasak, u o'zining Rob sifati bilan tarbiya qilish uchun davraga kiradi. Boyazid Bistomiy har kuni ro'za tutar edi va iftorga 1 soat qolganda ro'zasini ochib yuborar edi. Buning sababini so'rashganida Allohning huzuriga chiqqanimda har kun ro'za tutdim demaslik uchun deb javob berardi. Xilvatning qiymatini biling va Robbingiz ila qoling. Af etish shifodir. Af etish chindan ham shifomi? Inson bir kishini kechirsa, hur va ozod bo'ladi. Chunki nafrat hayotdan zavq olishimiz uchun va insonlarning go'zal taraflarini ko'rmaslik uchun bir to'siqdir. Hech kim mutlaqo yaxshi yoki mutlaqo yomon bo'la olmaydi. Insonlarning faqat yomon taraflarini ko'rish bora-bora sizni shubha, umidsizlik va tushkunlikka olib kiradi. Nafrat to'la hayotda yashash baxtsizlikdan boshqa narsa emas. Af etish insonni teranlashtiradi. Kechirimli bo'lish uchun bir tayyorgarlik kerakki, inson ruhan va aqlan o'zini hozir his qilsin.
Chunki kechirimli bo'lish bir tanlovdir. Birov sizni kechirimli bo'lishga qanchalik majburlasa ham siz buni uddalay olmaysiz. Shuning uchun ham tanlov dedim. Kechirimli bo'lish bir muddatdir. Birdan kechirish ham bu muddatning mahsulidir aslida. Af etishni tanlaganingizda hech kimning yonida o'zingizni qarzdor his qilmaysiz. Ya'ni qarshi tarafdan ham buni kutmang. U ham sizni kechirishiga, o'zgarishiga yoki sizni istaklaringizni bajo keltirishiga umid bog'lamang. Maqsad sizning ozod bo'lishingiz, huzur ichiga kirishingizdir. Siz nafratlangan insonning o'limi yoki hayotda bo'lishi sizni kechirimli bo'lish muddatidagi aziyatlaringizni qashshoqlashtirmasligi kerak. U aziyatlar sizning azobingiz. To'g'ri, kechirimli bo'lish oson narsa emas. Faqat hur va ozod bo'lishni istaganlar buni bajara oladi. Ba'zilar kechirimli bo'lishni nafratlangan kishisini gunohsiz yoki haqli deb tan olish deb tushunadi. Ammo kechirimli bo'lish o'tmishdagi xotiralarning sirtmog'idan qutulish uchun va bizni bu xotiralar nazorat qilishini to'xtatish uchun lozimdir. Af etdim degani men uni yaxshi ko'raman degani emas. Af etdingiz, ammo u bilan yana gaplashib ketishga majbur emassiz. Af etdingiz, ammo u bilan gunohsiz bo'lib qolmaydi u. Haqli bo'lib ham qolmaydi. Bundan so'ngra siz bergan aziyatlarni qalbidan chiqarishga harakat qiladi degani ham emas. Kechirish qalb og'rig'idan, nafrat va yomon ko'rishlikning qamoqxonasidan, mahbuslikdan ozodlikka chiqish deganidir. Kechirish bundan so'ngra azoblarni his qilmaslik degani. Tuyg'ularni unutish, af etishning boshqa nomidir. Shuning uchun ham kechiring.